Amerikaning xalqaro diniy erkinlik qonunidagi yillik diniy erkinlik doklati e'lon qilindi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken diniy erkinlikka daxl taruz qilganligi sababli Xitoy, Rossiya, Pokiston, Eron, Saudiya Arabiston, Shimoliy Koreya, Eritreya, Tojikiston, Turkmaniston va Birmani alohida ko'ngil bo'ladigan davlatlar tizimligiga kirgizganligini e'lon qildi. 2022 yılı 2. ayda qishliq olimpik tanharkat musobaqasini o'tkazishga tayyorlik qilayotgan Xitoy poytaxti Beyjingda koronavirusning ko'payishining oldini olish uchun yangi tadbirlar yo'lga qo'yildi. Beyjingga uchadigan navbatchi aeroplanlarga cheklama qo'yish bilan birga barliq yo'lovchilardan tekshirish natijasi talab qilinganligi e'lon qilindi. Yaponiya va Avstraliya Sharqiy Xitoy dengizi va Janubiy dengizning hozirgi holatini zo'r kuch bilan o'zgartirishga qarshi turishga qo'shildi. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligining bayonoti qaraganda, Tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimasa Avstraliyalik mansabdoshi Mars Payne bilan to'g'rida ko'rishgan. Taxminan 25 minut davomlashgan bu uchrashishda Hayashi bilan Payne Avstraliya, Yaponiya, Amerika va Hindistondan iborat 4 davlat ittifoqdoshligining Xitoyga qarshi hamkorligining muhimligini ta'kidlagan. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan to'g'rida ko'rishganda xalqaro neft bahosini tuvanlatish uchun Xitoyning strategik neft zapasini ichishni talab qildi. Shvetsiyada Xitoy virusi vaksinasining pasport ijroati boshlanganligi e'lon qilindi. Egilanishicha, 100 dan ortiq kishi qatnashgan usti yepiq so'rinlardagi faoliyatlarda vaksina pasporti talab qilinadi. Bu yil 25. qatimliq tarqatilgan Germaniya kelgusi mukofoti Xitoy virusi vaksinasini tadqiq qilib yasab chiqqan O'g'ir Shohin, O'zlam Turaji, Kristof Xober va Katalin Karikoga berildi. Germaniya prezident mahkamasining yozgan bayonotida prezident Walter Steinmeierning 250 ming yevro mukofotini Berlindagi marosimda yuqoridagi 4 kishiga topshirib berganligi bayon qilingan. Xitoy Sanoat Ministerligining ul asliha taraqqiyot planiga asosan 2025 yilga borganda Xitoydagi barliq shahar bozorlarga, shuningdek ko'pincha yezilarga 5 to'ri o'rnatilgan. Sanoat va uchirlashtirish ministerligi bu planiga asosan har 10 ming aholiga to'g'ri keladigan 5 asosiy punktining sonining 26 ga yetkazilganligini, gigabayt optik tala to'rining Xitoyning ko'p qism shahar yezlariga kengaytirilganligini e'lon qildi.